Mana yomg'irlar mavsumi ham boshlanib, zayti qirmizgul, qisgan qirmizgul bo'lib qoldi. Yomg'ir yog'averib, daytiyolmay uyda pildirib biskutini qis bo'lib qoldim men. Man uyda o'tirsam ko'chada yurganchalik yaxshi qiz bo'lmayman. Shuning uchun onamni qiynavordim. Naqayka menga bir o'yinchoq bering desam, dadam bu yerga boshlab keldilar. Dadam endi o'zlarini o'ynatibdi, qaranglar. Man bola bo'lib, man qolib bular o'zlari o'ynashadi, keyin olib shunaqa joylarga. Mana bu yer Qo'chqorvoy ekani, qarzga nasiyaga olib keyin to'lab ketadigan magaziningiz bilan bir xil joy ekan. Qarzga olsangiz ham bo'laverarkan, pishiqchilik, toparchilik oyda qaytib pulini berib qo'ysangiz ham bo'laverarkan yoki olib ketgan narsangizni qaytarib olib bersangiz ham bo'laverarkan zo'r joy. Bu yerda chekiradigan shu bor ekan, yugurib kelib o'tirib qoldim. Keyin mashina olib berasiz dedimda oldirdim. Shunchalik yangi yarasha yana biror narsalar olaylik deb keyin mani pororoni ham oldik. Bu pororo qo'ltaydi o'zidan-o'zi vap etib qo'shiq aytaverarkan. Ba'zida o'tam shap etib yurach bo'laverarkan. Keyin tepaga chiqsak, bolalar o'ynaydigan joy bor ekan. Bu yerga mani o'ynashga yoshim ham yetmas ekan, aqlim ham yetmas ekan, vaqtim ham yetmas ekan. Bu yerga kelib o'ynay desam mani kim olib keladi? Onam bir omi ayol bo'lsa, hammasi katta bolalar ekan. Man kelsam mani urib qo'ysa nima qilaman? Sal katta bo'lib o'zimni eplaganimda kelarman dedimda, keyin mana bu yerga o'tirib, ayiq fillarni orqasida rasmga tushib oldim. Rasmimni istoriyada qoldiraman. Haddim bilcha bolalar sizlar o'ynab turaveringlar, qilmizgul qaytadi, kutinglar albatta qaytadi deb chiqib ketdim. Va onam bag'rlariga, yumshoq bag'rlariga boshimni qo'yib uyquga eltib uxlab qoldim. Va bular magazinni aylanishibdi qilganimda. Onam o'zlari ishlab ko'ribdilar. Quyosh chiqib issiq bo'lganda shuni kiyarmish, lekin quyoshdan darak yo'q, ham yomg'ir yog'yapti. Men mazza qilib pumpayib uxlab yotibman. Dadam kal sochlariga rosa shampun tanlab oxir olibdilar. Onam ham o'zlariga kal boshlariga spray olmoqchi bo'lgan ekanlar, qimmat ekan, qisgan boy bo'laverdi. Ertasiga to'y bo'lib deb qisib qo'yibdilar. Keyin ichariga bir narsalik ko'rishibdi. Mana edi iPad ruchkasi bor ekan. Onam telefonimni ham ishlasam bo'larmikin? Demak, uni olish kerak degan fikr miyalariga qo'yibdilar. Dadam fikringdan qayt deb qo'llardan sudrab olib chiqib paqa kesalar endi marojniy yeyman deb shartta tillamagazin oldi boryaptilar. Qiz baqa kat, marojniyni ye, ketaylik uyga deb dadam urishdi. Ona katta xotin so'zomandan ham yosh bolasi deyman desam uxlayotgan. Keyin turib olib bir rasmga tushib oldim. Meni oling rasmga deb rosta rasmga tushdik. Keyin bozorlarimizni mashinaga solib uyga qaytdikda man yotib rosta o'ynadim bir payt. Kiyimim almashtirishga ham holim qolmabdi deyverganimda va kechikirdi. Manam cho'mintirdilar, rosta suvda shalab shulib o'ynadim. Keyin mani nasiyaga olgan o'yinchog'imni dadasini onasini ko'rsatib o'ynadim.